bolajonlar uchun ham, ota-onalar uchun ham sizlarga yangilik topib qo'yganmiz. Bu yerda ingliz tili, rus tili, arab tili, undan tashqari nemis tillarini o'rgatadi. Bitta sraz lokatsiyasini aytib o'taylik. Bu yog'i Kapitaliy Mozor svetofordan kelishingizda chap qo'lda keladi. Bu tomoni esa tekstil, Devo tekstildan o'tishingizda o'ng qo'lda keladi. Masjidning yonida hozirlarga atmosferani ichkarini tanishtiramiz. Yo'llarda ichkarida atmosferani ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Mana qarang, manzarani Shveysariya desa bo'ladi. Lekin bu bog'chamiz. Bilim bog'i degan bog'chamiz. Xudo xolasa bitta atmosferani ko'ringlar. Daraxtlarimiz живой, o'yingohlarimiz ham qarang. Живой. Bitta 3 etajdan joylashgan joylarimiz qarang, 3 etaj. Undan tashqari mini stadionlarimiz ham bor. Har xil qushlarimiz ham bor. Bolajonlar kelsa xullas mazza qiladi. Sizlarga ichkarini ham bitta ko'rsataman hozirlarga. Yuringlarda. Bu ham meditsinik xonamiz, ham logoped xonamiz. Logopedga tushadi. Bu yog'i mana ketdik. Bolajonlarimiz uxlayapti. Mana hammasi yotibdi. Mashalloh. Tushli bo'lyapti. Hammasiga tushli tarqatiladi. O ichkarida ham yotoqxonalar bor ekan. Zo'r. Zo'r. Bu yerda eng muhimi tilda. Arab tili, rus tili, ingliz tili, undan tashqari nemis tili, undan tashqari sizlarni uylaringdan olib, bog'chaga olib kelib, bog'chadan olib uylaringga tashlab qo'yadi. Bu yerda 1 oylikdan 6 yoshgacha olishaveradi. Undan tashqari bismillahni o'rganadi. Shunaqa bog'cha oqtarib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Bu yerda bolalar bilan arab tilida so'zlashuvlar qildik. Buni to'liq videosini Bozor Trend YouTube kanaliga qo'yganmiz. O'tib ko'rib olishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, sizlarga ilindik.